yigit qizdan foydalanayotganida nimalar qiladi? Давайте birinchi qismda ko'rib chiqamiz основной momentlarni. Bu videoning ikkinchi qismi ham bo'ladi. O'shaning uchun обязательно obuna bo'lib qo'ying, chunki bu yerda barchasi munosabatlar haqida. Oy qizlar, menda ko'p shunaqa momentlar bo'lgan. Mendan foydalanishmoqchi bo'lgan momentlar, lekin vaqtida bilib, так как я уже коуч, да, men bekorga coach emasman. Bittada bilib qo'yganman, и сразу отпор berganman. Birinchi momentda siz yigitga u berayotgandan ham ko'prog'ini berasiz. Bu bo'lishi mumkin e'tibor, vaqt, SMS'lar, xavotir olishlar, syurprizlar. Misol uchun 8-martga sizga mелочь bergan, siz yo'q, o'zgarib bu yil tam normalniy mujik bo'ladi deb qimmat narsa beryapsiz misol uchun. В целом, men o'ylayman 14-yanvarda bergan qizlarning podarkasini normalniy mujik hech qachon olmaydi. Наоборот, uni 14-yanvarda xursand qilishga harakat qiladi. Ну, потому что она девушка, да, типа a так qizlarning podarkasini olib, qanaqa qimmat podarka beradi deb kutish ne mujiklarning ishi bu 100%. Вот. И siz katta SMS'lar yozasiz, misol uchun o'zingizni emotsiyalaringizni, o'zingizni переживанияларingizni, qanaqadir problema bo'ldi hayotingizda. A u takoy, ha, tushunarli. Ha, bo'pti. Va o'ylama, yaxshi bo'lib ketadi hammasi. Bo'ldi. Bitta ikkita strochka uzog'i. Shundan ham bilsangiz bo'ladi, то, что siz emotsionalni unga juda ham ko'p вкладываться qilyapsiz, полностью вкладываться qilyapsiz. Kerak bo'lsa o'zingiz ishlaringizni ham tashlab qo'yib, важный, a u esa mелочь beryapti. Erkaklar именно narsizmga moyilligi bor bo'lgan erkaklar bundan, ya'ni sizdan foydalanishga o'tadi. Energetически ham, fizически ham и resurslar jihatdan ham.